2023-yil 18-martda davlat rahbari bilan uchrashuvdan so'ng bir oyning ichida shu korxonani tashkil qilib, bu qizimizga ochib berib, qizlarni o'zlari yig'ib, ayollarni ish bilan ta'minlasa men juda ham xursand bo'laman dedilar davlat rahbari va bir oydan keyin menga Olmazor tumani hokimligidan aloqaga chiqishdi va mana shu Xislat mahallasiga meni chaqirib, mana shu mahallada tikuv seximizni ochilish marosimini o'tkazdik. Shu mahallada tashkil etilgan binoyimiz aynan ijara pullarini to'lamaymiz. Faqat o'sha mahallada yashovchi ayollarimizni ehtiyojlari, ish bilan bandligini ta'minlaganligimiz uchun bepul tarzda bino ham taqdim etilgan. Va Olmazor tumani hokimligi balansidan 20 ga yaqin tikuv mashinalarini moliyalashtirib, shu jihozlarni barchasi qo'yib berilgan va turli mavsumda ishlash uchun ham barcha tikuv jihozlarimiz bor. Faoliyatimiz davomida albatta qiyinchiliklar bo'lishi tabiiy hol. O'sha doimiy ish bilan ayollarimizni ta'minlash bu juda ham mas'uliyatli jarayon hisoblanadi. 4-5 kishini ish bilan ta'minlagan bo'lsak, hozirga yaqin 10 ga yaqin ayollarimiz ish bilan ta'minlangan. O'sha 50 ga yaqin qizlarimizga kasb hunar o'rgatdik, ayollarimizga o'rgatdik. Bevosita bu yerga chiqib ishlamasalar ham o'zlari kelib bemalol tikuvchilik faoliyatini bepul mahallada tashkil qilinganligi uchun aholiga ko'maklash uchun ayollarimiz o'rganib ketishadi chevarchilikni. Ishlayverganingizdan keyin tajriba oshadi, buyurtmachilar soni ko'payadi va hozirgi kunda davlat tashkilotlaridan buyurtmalar qabul qilamiz. Bu tikuv seximizni ochilishiga ham sabab davlatimiz rahbari biz xotin-qizlarga bergan e'tibor va bevosita mana shunday imkoniyat yaratib berganliklari uchun bo'ynimda katta mas'uliyat turadi. Kun-tun o'ylayman ayollarimizni safini, faoliyatimizni kengaytirish haqida. Ishchilarimiz orasida aynan mahalladagi ayollar daftarida turuvchi ayollarimiz ham bor. Men umuman xohlamasdim o'sha ayollarimiz ayollar daftarida turishini, o'zini erkinligiga, o'zini kasb hunariga, o'zini moliyaviy savodxonligiga ega bo'lishlarini xohlardim va shu bo'yicha ham bevosita o'sha ayollarimizga ko'mak berib, yordam berib harakat qilyapmiz. Kelajakda bandlikka ko'maklashish, ishsizlar sonini kamaytirish, xotin-qizlarimizni kasb hunarli, bilimli, tajribali o'z bizneslariga ko'maklashish uchun o'z hissamni qo'shishni katta maqsad qilganman va bevosita o'sha ayollarimizga ham o'sha davlatimiz rahbari tomonidan, davlatimiz tomonidan olib borilayotgan islohotlarni, mahalla tomonidan, hokimiyat tomonidan imkoniyatlar yaratib berilganligini, mana shu imkoniyatlarni ko'pchiligini ayollarimiz bilmaydiganlariga mahallaga chiqishlarini va xotin-qizlar faoli bilan maslahatlashib, bevosita ko'maklar olishini va mahalla tomonidan ham turli kasb hunarga o'rgatuvchi markazlar ularni yo'naltirishadi, qo'llab-quvvatlashadi va harakatdan to'xtamaslik kerakliklarini aytib o'taman.